mavzuimiz esa oliy ta'lim muassasasi diplomidan xalqaro malakaga Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tajribasi. Uni esa Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti moliya va moliyaviy texnologiyalar kafedrasi professori Xurshid Xurramovich Xudoyqulov o'tkazib beradi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, hurmatli ustozlar, hurmatli mehmonlar. Avvalambor men o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman, ya'ni moliya mutaxassisligi forumini tashkil qilgan shu tashkilotchilarga bu yaxshi forumning boshlanishi, ya'ni yaxshi natijani berish umid tugashi yaxshi natijani beradi degan umiddamiz. Endi qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, hozir sal negativroq gapirsam ming bor uzr deb so'rayman auditoriyadan. Endi bu yerda forumda moliya mutaxassisligi deb qo'ygan ekan, buxgalteriya mutaxassisligi forumi bo'lib ketgan ekan. Endi ochiqini aytib qo'yaman, chunki aslida buxgalter muammoni ko'tardi, buxgalter. Lekin moliya deganda boshqa narsa tushuniladi, buxgalteriya bir tarkibiy qismi hisoblanadi moliya. Shuning uchun forumda nomidan kelib chiqqan holda endi biz Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini tajribasini ko'rsatamiz, chunki bugungi kunda moliyani asosiy blogini chiqaradigan nima universitet Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, asosiy kadrviy driver hisoblanadi. Qisqacha qilib shu Toshkent davlat iqtisodiyot universitetidagi amalga oshirilgan ishlar haqida gapirib o'tish joiz deb topdim. Chunki bu yerda ko'pchilik mendan oldin chiqqan shu nima deydi, ekspertlar ichkarini tushunmagan holda menimcha nima qildi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti slaydlarga ko'rsatadigan bo'lsangiz, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mana bugungi kunda asosan xalqaro reytingga kirishga harakat qilyapti. Birinchi masala o'zi ta'limda u o'zi reklamaga o'xshab qolyapti hozirgi kunda, mana sertifikatlash. Endi men umumiy aytayapman, endi ming bor o'zi, lekin xalqaro dunyoga qaraydigan bo'lsak, u reytingga kirsa avtomat o'zi sertifikatga moslashgan holda silabusi yoki hamma narsasi qilingan holda u o'quv jarayonini tashkil qilib beradi universitet. Shuning uchun birinchi navbatda men xalqaro bizni o'zimiz xalqaro nimaga bosqichga kirishga harakat qilyapti, bu yerda ma'lumotni keltirib o'tganman. Shundan kelib chiqqan holda bizda hozirgi kunda silabuslarimiz ana shu top 200 talik, top 300 talik universitetlar silabusida moslashtirgan. Ya'ni u yerda o'sha xalqaro standart asosida o'qiladigan o'sha buxgalteriya F1 dan F9 gacha bo'lgan standart, ya'ni Kaplan degan kitob bor, SSA'da ana mutaxassislar ketib qoldi. Afsuski o'sha hammasi rus tilidan, ingliz tilidan Kaplanning kitobini tarjima qilgan holda o'sha kursni tashkil qilib beradi. O'sha Angliyada Kaplan har yil yangilanadi. SSA ekzamen chiqarishdan oldin o'sha Kaplan bo'yicha bizda mutaxassislik tayyorlab boramiz. Endi silabuslarga to'xtalgandan keyin shu asosiy maqsadimiz xalqaro vuzda top mingtalikka kirgandan keyin o'sha silabuslar o'sha top mingtalik vuzda silabusga moslashtiriladi. Shuning uchun bu yerda bu informatsiyani berdim. Ikkinchi informatsiya bu ma'lumot sifatida xalqaro akkreditatsiya. Xalqaro akkreditatsiyaga o'tgandan keyin o'sha oliy ta'lim o'zi avtomat shu sertifikatlashga o'tadi, xalqaro sertifikatlash. Uni sertifikatsiya qilib o'qitib, kurs tashkil qilish o'sha ikkinchi darajali bo'ladi, chunki agar ta'lim jarayonida kursda ta'limda ololmagan bilimini u ko'nikma sifatida o'sha kurslarga murojaat qiladi. Bizda mana bugungi kunda ko'radigan bo'lsak, bizda masalan mana shu moliya mutaxassislari, mana bu yerda hammasi moliya mutaxassisi, moliya texnologiya, bank ishi audit va buxgalteriya hisob va auditi va iqtisodiyot va sug'urta ishi shu yo'nalishlari asosan sertifikat, xalqaro standartdagi sertifikatga ega bo'ldi. Bu sertifikatga ega bo'lsa, sizlarga qo'shimcha qilib aytib o'taman, ya'ni hozir bugungi kunda mana universitetimiz yana sertifikatlarni olishga harakat qilyapti. Masalan, AMBA sertifikati bor dunyoda. U AMBA sertifikatini olsa 300 ta kamida 300 ta davlat shunday to'g'ridan to'g'ri o'tadi. Ya'ni uni bitiruvchisi diplomi o'tadi demoqchi. O'shaning uchun u ikkinchi darajali, masalan, o'sha qolgan buxgalteriya sertifikati, qolgan nimalar ikkinchi darajali bo'lishi mumkin. Ya'ni chunki prosesda jarayonda o'rgatilib ketiladi. Endi
bizda hamkorimiz asosan shu O'zbekiston standartlashtirilgan moliya mutaxassislari uyushmasi hamkorimiz hisoblanadi. Eng asosiy hamkorimiz, ya'ni shu Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida SSAga o'tish jarayoni 6 yildan beri hamkorlik qilib boriladi. Ya'ni SSA programmasi bo'yicha o'tish. Ya'ni o'sha bizning mutaxassislarning aslini SSA programmasida bugungi kunda o'qiladi. Endi bu yuqorida bir ekspertimiz aytib o'tdiki, silabusga to'xtaldi, o'sha ekspertga javob berish joiz deb topaman. Bizning silabusda faqat nomi qo'yilgan, ichini o'sha xususiy universitetlar o'zi belgilaydi. O'zi mavzularni qo'yadi. Shuning uchun o'shandan kelib chiqqan holda, masalan, buxgalteriya hisobi bir, mana moliyaviy hisobda agar silabus bo'lsa, uni ichidagi mavzularni xususiy universitet o'zi qo'yadi. SSAga moslashtirib olishi nima deydi? To'siq bo'ladigan narsa yo'q. Shuning uchun boya aytdi, yuqorida bitta ekspertimiz aytdiki, o'sha masalan Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining silabusi moliya mutaxassislarga yetishtirilayotganda hamma joyga o'zgartirishsiz joriy qilinadi. Faqat fanning nomi joriy qilinadi. U ichidagi narsa o'zi moslashtiradi hammasi. Qo'shimcha qilib aytaman, mana o'sha uyushma bilan birgalikda biz moliyaviy hisobot fani bo'yicha akkreditatsiyani olganimiz alohida, ya'ni ta'kidlashimiz mumkin. Ya'ni undan keyin shu uyushma asosida hamkorlik memorandumi, keyin moliya va biznes boshqarish sertifikatini memorandum imzoladik. Undan keyin shu mana bugungi kunda boya yuqorida ta'kidlab o'tdi Mo'min aka, buxgalteriya akademiya va moliya akademiyalarining platformalar kompleksi yaratilib, bu bepul hisoblanadi. Keyingisi esa shu uyushma bilan buxgalteriya hisobi va soliqqa tortish bo'yicha resurslar, ya'ni Toshkent davlat iqtisodiyot universitetidan o'qituvchilar malakasi oshirilmoqda. Ya'ni bu agar bunday malaka oshsa, u o'qituvchi o'sha auditoriyaga kirgandan keyin o'sha sertifikatdan mavzularni auditoriyaga yetkazishga harakat qiladi, sertifikatdan o'rganib. Endi keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, endi keyingi slaydda endi hamkorligimiz natijasida bu kelajakda qilinadigan ishlar shu boshqa xalqaro sertifikatlarni sertifikatlash tashkilotlaridan talabi bilan integratsiya kengaytirish, ya'ni o'quv jarayoni faqat u nima deydi, u sertifikatni kursini tashkil qilib emas, o'quv jarayoniga joriy qilish. Keyin shu SSA tomonidan yanada ilg'or darajadagi o'quv fanlarini akkreditatsiya qilish, ya'ni har bir fan yo'nalishida akkreditatsiyadan o'tsa, o'sha SSA sertifikatini bitiruvchi bitirsa avtomat oladi. Mana masalan F7 bo'yicha akkreditatsiyadan o'tgan bo'lsa, uni F7ni o'qib o'sha bakalavr davomida o'qigandan keyin o'sha F7ni avtomat analog sifatida beradi SSA. O'sha akkreditatsiyadan o'tkazish, keyingisi esa xalqaro sertifikatlashga tayyorgarlik ko'rish va uni bazasidan resurslar markazining faoliyatini foydalanish, keyin xalqaro sertifikatlashga o'tayotgan iqtidorli talabalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash. Ya'ni bugungi kunda talabalarimiz, bilimli talabalarimiz asosan moliyaviy ko'makka muhtoj bo'ladi. Ya'ni o'sha kurslarni tekin tashkil qilingan holda o'sha sertifikatlash jarayonini amalga oshiradi. Endi men asosiy to'xtaladigan narsam bu mana moliya sohasida mutaxassis professional sertifikatlashga faqat SSA emas, bizning bozorimizda hozir SSA monopol bo'lib qolgan. Bizda sertifikatni kengroq qilishimiz kerak-da. Endi mana masalan Angliya tajribasini oldik biz, lekin faqat SSA deb olib keldikda, Angliyada shuncha sertifikat bor. Mana masalan moliyachi bo'lish uchun qanday sertifikatda bo'lish kerak? O'zi moliya sohasini mutaxassis professional mutaxassis bo'lish uchun mana SEPA, SIFA deydi, FRM degan sertifikati bor, yoki bo'lmasa PMP degan sertifikatlar bor. Hammasini bozorimizga olib kirishimiz kerak. Chunki hozir agar endi ekspertlar bo'lmadimi, endi ekspertlar sal negativroq fikr aytib qo'yishi mumkin edi. Faqat bizda SSA bor. Mana 5 yildan beri faqat SSA bilan hammamiz shug'ullanamiz. Ya'ni bu universitet ham SSA bilan. Mana masalan SSA da mana bitta misol qilaman, Oxford Brookes degan universitet bor. Agar u SSA da olsa, Brookes diplomini beradi. O'shanda bizda ham o'sha hozir mana ketyapti. Men o'zimda endi точка зрения deydi. Точка зрениямdan misol qilib aytamanki, oxirgi umumiy gap aytganda bizning vuzlarda, ya'ni oliy ta'lim vuzlarida o'sha bitiruvchilarda o'sha o'qitilayotgan fanni sertifikatga moslashgan holda bitirgandan keyin o'sha sertifikat bilan birdan chiqib ketishini ta'minlashimiz kerak.
Bu alohida uning uchun nima deydi? Sertifikat o'qish, majburiy va ekspertlar suhbatida ham endi aytib o'tishimga sertifikat bo'lish kerak, sertifikat bo'lmasligi kerak emas, lekin o'qishda ham diplom ham sertifikat olib chiqib ketadigan mexanizmda qilishimiz. Oliy ta'lim. Hozirgi kunda bizda shu uzilish bo'lgani uchun bozorda nima bo'lyapti? Sertifikatni o'qitadigan kurslar paydo bo'ldi. Bu kurslar mana men bitta misol qo'yib aytaman, tajriba. Bu sinoska sifatida aytaman. Men mana sobiq moliya institutida ingliz tili guruhida bitta bolani o'qitganimda, ingliz tilini bilan yaxshi o'qiganimda, u o'qigan natijasida F7, F9 oldi, lekin yaxshi ishga joylasha olmadi, borib bankka joylashdi. Bankda joylashdi. Bizda F mana masalan hozir oliy ta'limda talabalarimiz F9 gacha oladi, masalan, bor F9 gacha olganlar, lekin ular amaliyotga borib o'zining praktikasini joriy qila olmayapti. Shunday uzilish bor. Shuning uchun u uzilishda ham uzluksizligini bog'lash kerak. Bog'lamasa bu sertifikat olgandan keyin uyga borib chang bosib o'tadi. Masalan, menda KEP sertifikati bor, KEP sertifikatini hech qachon foydalanmagan. O'sha davrda studentlik vaqtimda KEP sertifikati olgan. Xuddi hamma sertifikatni buni amaliyotga integratsiyasi hosil bo'lmasa, ya'ni amaliyot deganda masalan hozir biz SSAga o'tishimizdan maqsad bizda ishlab chiqarish juda nima deydi, zamonaviy rivojlanmagan, masalan Qozog'istonga o'xshab yoki ishlab chiqaramiz eksportyor korxonalarimiz juda katta emas. Shuning uchun bu tomonni ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Ya'ni sertifikatlash degan natijani qo'ymoqchi bo'lsak, agar bizning korxonalarimiz xuddi Angliyaning korxonasi eksportyor korxonalar bo'lganda, bizda o'sha xalqaro standartdagi nimaga o'tishimiz kerak edi, balansimiz. Ana masalan Qirol 11da hozir Moliya vazirligiga ham aytib ketaman, sohimda Moliya vazirligi o'zi 2000-yil chiqqandan keyin u 2022-2021-yil to'liq o'tish kerak. To'liq korxonalar o'tish kerak bu sertifikat. Ana shu NSPOga. Lekin nima bo'ldi? Biz o'ta olmadik hech qachon. Hozir 25 gacha ko'rsatyapti, lekin 25 da ham o'ta olmaymiz. Chunki bizning muammomiz nimada? Bizning korxonamiz xalqaroga miqyosda eksport qiladigan korxonalar emas birinchidan. Shuning uchun uni mana ko'radigan bo'lsak, uni o'tkazishdan oldin transformatsiya qilish natijasida juda ko'p muammolar paydo bo'ladi, ayniqsa sog'liq bilan bo'ladigan muammo. Shuning uchun uni ham bir o'ylab ko'rish kerak. Ya'ni sertifikat deyishimiz mumkin, lekin o'sha amaliyotda bo'ladigan muammolarni inobatga olgan holda sertifikatni nima qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Oxirgi xulosani aytadigan bo'lsak, bu sertifikat umumiy qilib aytganda talabani bilim ko'nikmalarini kengaytiradi. Ya'ni inglizchasiga aytadi broaden horizon deb. O'sha narsani amalga oshiradi. U sertifikat borib amaliyotda uni zo'r ishlab ketishini hech kim ta'minlamaydi. O'sha narsani tushunib yetishimiz kerak birinchi navbatda. Masalan, hozir bizda talabalarimiz bor, yuqorida aytib o'tganimdek, sertifikat olgan talabalar juda ko'p. Lekin u amaliyotga borganda, mana oddiy balansni bersa, BXMS, ya'ni milliy standartdagi balansni berib, F7 ni olgan odam transformatsiya qilib olish kerak. Hech qachon qila olmaydi. U sertifikatni olgandan mazmun nima? Hech qachon qila olmaydi. Transformatsiya qila olmasa, u F7 ni olib, F7 ni nima? Transformatsiya qilish kerak o'zi faktik F7 ni. Lekin qila olmaydi. F7 ni F9 da oladigan talabalarimiz bor. Shuning uchun umumiy yakun sifatida aytaman, bizda Toshkent davlat iqtisodiyot universitetimiz ham shu xalqaro sertifikatlarni integratsiyasini hosil qilyapti, ya'ni ta'lim bilan bog'lagan holda. Ya'ni bizda o'sha diplomimizni olgan talabalar, xudo xolasa mana strategiyamizda ham bor, mana SSRD sertifikatini shu diplomdan qo'shib oladigan qilish nimasiga turibmiz, bu sohasida turibmiz. Xudo xolasa o'sha yo'nalishlarni akkreditatsiyadan o'tkazib olsak, hamkor tashkilotimiz O'zbekiston sertifikatlash ya'ni moliya mutaxassislar uyushmasi yo'nalishlarni akkreditatsiyadan o'tkazamiz deyapmiz. O'sha akkreditatsiyadan o'tsa, avtomat o'sha SSA organizatsiyasi o'sha SSA sertifikatini bitiruvchiga qo'shib beradi. Ya'ni dunyo tajribasi shunaqa. Dunyo tajribasida SSAda o'qish endi отдельный kurs qilib, bunday bozorda SSA bo'lib ketmaydi. Mana oxirgi yillarda O'zbekistondagi ko'radigan bo'lsak, studentlar SSA olsam zo'r oylik topaman, oylik olaman deydi. Lekin afsuski ko'pchiligi olib ish topolmay yurganlar juda ham ko'p. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum. Dilafruz Erkinova, Uzagradda 7-yil moliya direktoriman va Moliya institutini 2018-yil magistraturasini bitirganman.
Afsuski 2018-yilga qadar bakalavrni ham bitirganman, magistraturani ham bitirganman. KEP, SIPA tizimi hamda SSA tizimida integratsiya yo'q edi. Har yili albatta men o'zim bitirgan oliy ta'lim muassasasining sayti hamda undagi o'zgarishlardan boxabar bo'lib boraman va menga bir tomondan alam qiladi. Men bitirayotgan vaqtda SSA bilan hamkorlik yo'q edi. Bugungi kunda bor. Bu juda ham zo'r imkoniyat. Amaliyotda ishlayotgan holatda menda quyidagicha savol bor. Shuncha imkoniyat, ya'ni platformadagi ochiq ma'lumotlarga dostup faqatgina joriy talabalar va joriy professor o'qituvchilar uchunmi, balki institut yoki bugungi kunda birlashib ikkalasi universitet bo'lib, o'zining sobiq bitiruvchilari va amaliyotda allaqachon korxonada ishlab o'z o'rnini topgan bitiruvchilarga ham sizlar dostup bera olasizlarmi? Ya'ni biz institutni bitirganmiz, har bitta uni bitirgan talaba o'sha institutning yuzi va professional hayotda rivojlanishda davom etmoqdamiz va xohlaymiz. Nima uchun men universitetimga yoki institutimga murojaat qilib, mustaqil ravishda SSA yoki mana yangi milliy sertifikatlash tizimi bor. Shu tizim uchun ishlab chiqilgan dasturlar bilan yoki kitoblarni mustaqil ta'lim olib, o'zim imtihon topshira olmayman. Balki bu narsani ham yo'lga qo'yish kerakdir yoki hammaga faqat tijoratdami? Yo'q, men shuni aytib o'tyapman. Rahmat savolingiz uchun. Biz mana ekspertlar bo'lmagani uchun men ochiq gapirdim, bular bo'lish kerak edi. Asosiy hozir SSA tijoratlashtirish maqsadga ketyapti-da, mana butun O'zbekiston. Men qo'rqmasdan aytaman, chunki asosiy maqsad shuni bo'lyapti. Shuning uchun sertifikatlar. Bu yerda SSA manfaati tijoratlashtirish emas, tijoratlashtirish ham bo'lishi kerak. Qandaydir inson manfaatlariga himoya nima qilish kerak, xizmat qilish kerak. Shuning uchun bizning universitetimiz mana bugungi kunda mana Start universiteti Kaplanni tarjima qilgan, o'sha SSA bo'yicha sotuvda bor. O'sha oliy ta'limdagi hamma nimalar o'sha nima deydi? Tijoratlashtirish emas, o'sha yetkazib berish, auditoriyaga yetkazib berish maqsadida amalga oshiryapti. Masalan, bizda yuqorida aytib o'tgandek, buxgalteriya hisobi degan kafedramiz bor. Shu buxgalteriya hisobimiz degan kafedramizda ko'p materiallar o'sha Kaplan bo'yicha. Kaplan mana hozir ekspert bo'lganda biladi. Kaplan eng asosiy shu kastaga bo'lgan kitob. Uni o'zbekchasiga tarjima qilgan, uni masalan shu buxgalteriya kafedrasiga borsangiz bemalol ola olasiz. Faqat bitta minus tomoni bor, men sizga qo'shimcha qilib aytaman. Mualliflik huquqi bor. Shuning uchun ular qo'rqadi mualliflik huquqidan, lekin darslik jarayonida bizda mana silabusga kiritilgan, silabus transformatsiya bo'lgan. Ya'ni top 200 top 100 talik universitetda o'sha transformatsiya bo'lgan. O'sha top 100 talik top 200 talik universitetdagi mavzular shuni olib qo'yildi. Pashti o'zgarmagan. Shuning uchun uni materiallari hammasi bor. Bemalol o'sha hozir endi saytga joylanmagan, men ochiqni aytaman, saytda material yo'q, lekin kafedraga murojaat qilsangiz, kafedrada hamma narsa bor. Bu jarayon 6 yil oldin boshlangan. Hozir mana Qozog'istondagi vakil bilan ham hamkorlik qildik. Biz o'sha yo'nalishni o'tkazishda men o'zim ishtirok etganman. O'sha silabusni xalqaro standartga moslashtirish uchun F9da bizning yo'nalish, ya'ni moliya yo'nalishiga tushadi. Risk management deydi. Ya'ni nima deydi? Moliya management deydi. Moliya management F9. O'shani biz o'shani o'tkazmoqchilik. Agar ular o'tgandan keyin o'sha siz aytgandek biz saytimizga joylab, hammasini shaffof e'lon qilamiz. Hozir faqat jarayonda bizda uchun o'tayotgani yo'q, lekin auditoriyaga bolalarga yetkazishda biz o'sha SSA programmasidan chiqmagan holda dars o'tamiz. Bizda 100% shunaqa o'tganmiz. Javobingiz uchun rahmat. Demak, ertaga men institutga borib, kafedraga uchrab, KEP sertifikatini olganman. F4dan keyingi bosqichlarda shunda aytsangiz, o'sha fan qo'yilgan. Mana masalan, moliya hisobiga kirish, o'sha siz aytgandek moliya hisob 1, moliya hisob 2lari bor. Masalan, moliya hisob 2 o'sha F7, masalan, moliya hisob 1 F3 bo'ladi. O'shanday qilib, o'zi fanni nomi ham qo'yilgan silabus. Xuddi shunday qo'yilgan. Bo'ldi, rahmat. Rahmat, yana kimda savol bo'lsa, marhamat murojaat etish mumkin. Agar savollar bo'lmasa, sizga rahmat.